Assalomu alaykum. O'tgan hafta davomida yuz bergan eng muhim voqeliklarni siz bilan birga haftalik dayjestda muhokama qilamiz. O'tgan hafta media olamida shaharliklar safida to'p surayotgan o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanovning o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'yishi shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Gap shundaki, Angliya Premyer Ligasi 29-turi doirasida Manchester City o'z uyida Braytonni qabul qildi va 2-2 hisobda durang qayd etdi. Ushbu bahsda shaharliklar safida o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov 48-daqiqada o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. O'yin yakuniga qadar hisob o'zgarmadi. Shu tariqa Manchester City ochkolar sonini 48 taga yetkazib, 5-o'ringa joylashdi. Durangga erishgan Brighton 47 ochko bilan 7-o'rinni band etdi. Endilikda avtobuslarga ortiqcha yuk bilan chiqqanda qo'shimcha to'lov qilinadimi? O'tgan haftada keng muhokamalarga sabab bo'lgan ushbu yangilik haqida Transport nazorati inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Sanjar Turg'unov hozirda ortiqcha yuk uchun qo'shimcha to'lovlarni elektron tizim orqali amalga oshirish mexanizmi ustida ish olib borayotganini ma'lum qildi. Ushbu tizim joriy etilgach, yo'lovchilar Atto kartalari yoki bank kartalari orqali ortiqcha yuk uchun ham to'lov qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yangi tizim yaqin kunlarda ishga tushiriladi, deydi u. Siz ushbu yangi tizim haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bizda go'sht narxi chet elga qaraganda qimmat desam ishonasizmi? Mumbeyo xalqaro servisi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 1 kilogramm go'sht 8 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu ko'rsatkich Qozog'iston, Rossiya, Qirg'iziston va Tojikistonga nisbatan qimmatroq. Eng qimmat go'sht Shveysariyada 44 AQSh dollari, Islandiyada 38 dollar, Janubiy Koreya 28 AQSh dollari etib baholangan. Eng arzon go'sht esa Pokistonda qayd etilgan. Jahon bozorida go'sht narxi 1 yilda 18, O'zbekistonda esa 14,4% ga oshganligi ma'lum qilindi. Sabrina Jabborova Turkiyada operatsiya qilinadigan bo'ldi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning Dilbarim qo'shig'iga klip suratga olish jarayonida avtomobil urib ketgan 22 yoshli aktrisa Sabrina Jabborova Turkiyada operatsiya qilinadigan bo'ldi. Bu haqda aktrisa o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan videoda xonandalar Ozoda Nursaidova va Munisa Rizayeva Sabrina bilan uchrashgani aks etgan. Ozoda Nursaidova esa ko'p narsadan bexabar bo'lgani uchun Sabrinadan uzr so'ragan. Endilikda Toshkentga tramvay qaytishi rejalashtirilmoqda. O'tgan haftaning muhim voqealigi Prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga davlat tashrifi bo'lib o'tdi. Tashrif davomida Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Sharof Rahmonov va Fransiya tashqi savdo va xorijdagi fuqarolar bo'yicha vazir delegat Lorens Sen-Martin Toshkent tramvay tizimini amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini imzoladi. Bu haqda Fransiya Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan vazirlik idoralararo hujjatlarni imzolash marosimida e'lon qilindi. Tramvay shaharni yangi Toshkent bilan bog'lashi liniyalarini Fransiyaning Alstom kompaniyasi qurishi rejalashtirilgan. Tramvayning qaytishi zamonaviy sharoitda jamoat transportini rivojlantirishning yagona oqilona va o'nlab marta sinovdan o'tgan yo'lidir. Bundan tashqari tramvay liniyalarini qurish metroga qaraganda o'rtacha 3-4 barobar arzon bo'lib, yo'lovchilarga nisbatan qulaylik va harakat tezligini keltirib chiqaradi. Shu bilan birga foydalanish xarajatlari ham ancha past bo'ladi. Yuqoridagi yangiliklar yuzasidan sizda biron taklif va fikrlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring hamda bizga like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan muhim xabarlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi haftada muhim yangiliklar bilan ko'rishguncha salomat bo'ling.